Assalomu alaykum hurmatli azizlarim. Mana bugun 22 aprel Sankt-Peterburg. Ronalpayz har doimgidek yana kuchli tochkada. Yana shu kapuchino olyapman. Mana Nadia qizim. Har kuni ertalab uchi biladi. Har kuni ertalab kirganimdan o'zi "Здравствуйте, doktor" qiladi. Mana Sankt-Peterburgda +9 gradus. Limonlarimiz mana yana Alyona kelish kerak edi. Bugun oxirgi ishlashim. Inshaalloh Xudo xolasa yana bir oydan keyin Sankt-Peterburgda ko'rishamiz. Ungacha Xudo xolasa balkim ertaga nima qilarman, aeroportdan olib tashlarman. Kunlaringiz yaxshi o'tsin azizlarim. Sizlarni sevaman. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha azizlarim. Sog' bo'linglar.